hurmatli obunachilar, karavot narxlari yonmoqda. Qiziriq tumanida kelaverasizlar. Mana shundan tayyorlab beramiz. Mana tayyor bor aka. 2.450.000 dastavkasi ichida boradi. Zo'r, charchamayapsiz. Mana rossiyskiy aka, qozoq turbi. Olalaman o pulga, lekin xotinim kiritmaydi kuyga. Internetda yayraydi aka bu. Aravalar bir oyoqli. Ha, bir oyoqli 530 mingdan 680 minggacha. Mol oxirlarimiz bor. 260ligi 520 ming, 500 mingdan qilib beraveramiz. Oyoqlari baquvvat, listi qalindan bo'ladi. Qiziqda karavotlar narxlarini yondiramiz do'stlar. Hali bunaqasi bo'lmagan. Birinchi telefon qilgan odamga mana shu karavotimizni 1.800.000 so'm qilib olib borib beramiz. Surxondaryo bo'ylab. Qani, shoshilamiz. Assalomu alaykum. Huzurxon aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Karavotlar narxi judalar arzonlashib ketdi aka. Mana 3 ga 235 karavotimiz 1.900.000 so'm dastavkasi ichida aka. Olib borib o'rnatib, aytgan joyga o'rnatib beramiz. 3 ga 235. 1.900.000 aka, birinchi bo'lib telefon qilganga mana shu karavotni oldim deganga 1.800.000 so'mga uyga olib borib tuzib beramiz aka. Ko'rsatib qo'y aka. Birinchi telefon qilganga 1.800.000 so'mga uyga yetib boradi. Olib borib o'rnatib beramiz. Yog'ochlarni ham ko'rsatib qo'ying, lagalarni ham. Mana aka, bunga 14lik, 15lik yog'och qo'yiladi. Tagida 3 ta lagasi, lagalari ham 11lik qalin laga bo'ladi. Turbalari ham qalin aka, 40 talik qozoq turba. Baquvvat. Rangini farqi yo'q aka, ko'kmi, yashilmi, qaysini xohlasa, birinchi telefon qilganga 1.800.000 so'mga boradi. To'rt metrga 2.35ligimiz bor aka. Oldi ochiq. 4 metrga 2.35ligimiz aka 2.700.000 olib borib o'rnatib beramiz. Ha, yog'ochlari 19lik bo'ladi, qalin yog'och bo'ladi. Mana ko'rsatib ham qo'yaverasiz aka. Lagalar 4 talik bo'ladi. Nargilari ham. Karavotlar arzon bo'lib qoldi aka. 2.700.000 olib borib o'rnatib beryapti. Assalomu alaykum. Zo'rsiz, charchamayapsiz? Mana rossiyskiy aka, qozoq turbi. Baquvvatdan lagalar 4 talik, tagida divan turbalar aka. Strijlangan holatda boradi. Olib borib o'rnatib beramiz. 2.600.000 so'm. Aytlar bepul. Kommentariyada nimalar zakaz bo'lsa shunga qarab yozib o'tsa, biz shunga qarab ehtimoliy bo'lgan kerak narsalarni hammasini reklama qilamiz, to'g'rimi? Shunday aka. Musulmonjon. Biringiz ming bo'lsin, Rossiyadan Alloh o'zi asrasin. Zakazga qarab so'ylar reklama, to'g'rimi musulmonjon? Like bepul, kommentariyada kutamiz. Hozir reklamasi uchun savdo ustiga keldi, necha pul istaydi oxirgi kuniga? Aka 2.600.000. Olay shuni. 2.600.000 olib borib o'rnatib beramiz aka. So'rasam xafa bo'lmaysiz. Yo'q. O'zim so'rash haqqim bor. Albatta. Buni sizni qo'lingizda karavot bor, mening yonimda pul bor, shuning uchun hozir keldim, bursim so'rash haqqim bor. Ikkimiz Malibuning orqasi Toshigacha bilan ketsak ham, yonimda pulim bo'lmasa, siz bilan solomalik qilmayman. To'g'rimi Alloh deya. To'g'rimi musulmonjon? Yo'q, zarar bo'lib qoladi. Mana hop qani yoshlarimiz. Gap. Aka, sizga degan emas 2.600.000 so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Yog'ochlarini ko'rib olaman o pulga, lekin xotinim kiritmaydi kuyga. Internetda yayraydi aka bu. Bir xotinni masofa qilaman. Musulmon aka, mana turbali karavotlar. Yaqindan ko'rsatib qo'ying. 3 metrlik, 4 metrlik, 5 metr, 6 metr razmerni farqi. Versace deydimi, mana hammasidan bor. Yana ham ichkarida bor, kraskalarni tayyorlab chiqyapti bu yoqqa. Mana strichlangan, hammasi zo'r aka. Oldi yopig'i deydimi, ochig'i deydimi, hammasidan bor. Ha, jo'natib yuramiz aka. Endi profilni karavotlarimiz. Hozir kachilalar bitta ko'rsatib qo'yay aka. Mana kachilalar, Versaceni ham topib qo'yay aka. Versace aka 4 metrga 2.35ligi 2.950.000 dastavkasi ichida. Versace, oldi ham Versace, yonboshi ham, orqasi ham aka. Mana taxtalari ko'rsatib qo'yaverasiz shu. 19. 4 ga 2.35. Turbalari 50 talik mana.
Musulmon aka, profil karavotlarimiz 2 million 800 ming so'm, 2 million 450 ming so'm. Nimada farqi bor deganlarga aka bitta tushuntirib qo'yamiz. Olib keling videoni aka. Mana, aka farq. Prosta aytib sotgan yaxshi baribir. 2 million 800 mingga mana shu profildan bo'ladi. Aka, mana. Stenasi qalin mana. U ko'rganlar yozib ham qo'yaversa, tushunadiganlar 2 mi, 2 mi qalini. Bu juqasi aka. Buni ham ko'rsatib qo'yavering bemalol. Mana shundan tayyorlab beramiz. Mana tayyor bor aka. 2 million 450 ming dastavkasi ichida boradi. Ha. Agar mana bunisi bo'lsa aka, mana shu qalinidan bo'lsa 2 million 800 ming so'm dastavkasi ichida. Va o'zingiz ham shuni ko'tarib ko'rsangiz aka, farqiga borasiz. Misol uchun. Og'ir, to'g'rimi aka? Yengil. Stenasini shuni ko'rsatasiz aka, chiqib kelaveradi. Bunisi 2 million 800 ming so'm, shu stenasi qalinidan bo'ladi aka, zo'ridan. Buni o'z svarchiklar ham biladi, svarkada bo'ladi aka. Yuqasi kantashkada bo'ladi. Teshilib ketadi svarkada bu. Mana shunisi yuqasi. 2 million 450 mingga boradi. Aytib sotamiz aka. Ko'pchilikda tushunmovchilik bo'ladi, nega bu arzon? Shuni aka. Shuning uchun tushuntirib qo'yamiz aka, kimgadir ma'qul bo'lyapti, misol yasab berdik aka, jo'nating dedi, 2 million 450 mingga bugun jo'natib beramiz. Haqiqatdan arzonroq variant bo'lsa, ha, xohlovchilarga. Asosiy qalinidan bo'ladi, 2 million 800 ming, lekin baquvvat, zo'r. Stenasi qalinidan. Tushuntirib aytib sotgan aka baribir yaxshi. razmeri necha? 4 metrga 235 aka. Buni ham lagalar 4 talik bo'ladi. Oldilarida ham mana duayli profil qo'yiladi. Xohlovchilarga mana 2 million 450 mingga faqat shu aytib qo'yamiz, stenasi yuqori varianti bo'ladi, jo'natib yuramiz aka. Yo menga shu yaxshisi desa, yaxshisi aka. Bemalol ko'rib tekshirib olaveradi. Misol uni ko'targanda ham bu misol yengil bo'ladi yuqa narsa. Og'ir narsa har doim, qalin narsa og'ir bo'ladi. Mana bunisi bor aka, oldi ochig'i. Bu endi sal komfortroq varianti. 4 million 300 ming so'm. Dastavkasi ichida. Oldi yopig'i bor 4,5 million. Razmeri shu, ha, 4 ga 235, bir xil razmeri. Ha, bular shu Versace, turbali. Mana profillari keling aka ko'rsatib qo'yaman. Mana aka profil. Bu shu qalinidan yasalgan aka. Bemalol mana shuni ko'tarib ko'radi aka, olaveradi. Yuqasidan faqat zakazga yasab beramiz. Yuqasini kimdir xohlasa, bo'ladi menga shundan desa, yasab, ha, ko'p vaqt yetmaydi. Yarim kun. Obedgacha, ertalab aytsa, obedgacha tayyorlab jo'natib beramiz. Yuqasini ko'p tayyorlamaymiz. Mana shu qalinidan bo'ladi aka. o'choqlar razmeri necha puldan? O'choqlarimiz aka 16 litrdan 200 litrgacha bor. 16 litrdan 200 litrgacha. Qalin yupqaligiga qarab, turli listdan bo'lgani bor, 100 litrdan 200 litrgacha bor. 8 mingdan 1 million 200 minggacha narxi. Ha. Keyin mana endi tagli o'choqlar bor aka. Mana tagli, oyoqli. Olib boradi qo'ya 30 litr, 20, 25 farqi yo'q. Litr aytsa bo'ldi mana. Kichkina litrlari ham bor. Necha puldan bular? Bu 200 mingdan boshlanadi, 280 minggacha. 200 ming so'mdan 280 ming so'mgacha. Konteyner poli bor. Molxonaning tepalariga, mol taglariga qo'yadi. 430 ming so'm. Razmeri 240 ga 116 bo'ladi. 3 ga 1 list bor. 850 ming so'm. Yana kelishtirib qilib beramiz. To'q taklarimiz bor. 450 ming, 750 ming. Mana konteyner profildan yasalgan, tomi ham bo'ladi. Mana dom beradiganlari ham bo'ladi. Keyin bu arzonroq, tag yo'q o'choqlar o'zi. Shunday uy sharoitiga ishlatsa bo'ladi, ha, mana. Bu ham 16 litrdan konteyner tomlisidan qalin bo'ladi. 16 litrdan 100 litrgacha bor. 16 litrdan 100 litr. 130 mingdan 330 minggacha. Oxirlar necha? Oxir aka mana mol oxir 260 ligi 400 ming so'm. 400 ming. Ha, 230 ligi bor 370 ming so'm. Buzoq oxir bor 340 ming so'm. 260 ligi. Konteyner orqa listidan bo'ladi, mana qalindan bo'ladi aka. Ko'rsatib qo'yasiz.
2 metrligi bor 250 ming so'm. O'rtachasi bor, chuqur ham emas, soyaz ham emas. Qo'ylarga o'rtachasi 330 ming. 330. Qajarni shit bor 1 million so'm komplekt ichida. 1 million so'm. 1 million. Chiqindi uchun mana idish, musri idish. Uyga, oshxonalarga, shu zanalar oldiga qo'ysa bo'ladi. 2 million 200 ming so'm narxi. Ha, balonlari bor, mana 4 ta. Musulchilar o'zlari olib ketaveradi. Mana bor. Bunisi bor, 3 taligi bor, do'konlar oldiga qo'yishdi 900 ming. 900 ming, ha. Shashlik qoralar bor. 150 ming, 250 ming, 350 ming. Aravalar bir oyoqli. Ha, bir oyoqli 530 mingdan 680 minggacha. 530 ming so'mdan 680 ming. 2 oyoqlilari bor, baquvvati zo'ridan bo'ladi 1 million. Baquvvati. Ha. 1 million. Yana kelishtirib beramiz aka. Yetsalar-chi? Lesa kam qolgan 400 mingdan beraveramiz aka. Suv bochkalari bor. 1 tonna, 2 tonna, 3 tonna, 5 tonna hammasidan yasab beraveramiz. Tonnasiga qarab. Bochkalar 1,5 milliondan boshlanadi 4 million, 4,5 milliongacha. Tonnasiga qarab. Ha. Atala qozon, somonchi bitishga mana bu usti ochiq suv bochkalar kerak bo'lsa yasab beraveramiz. 1 tonna 400 ming ketadi bunga. 1 million 300 ming so'mdan. Qo'y oxirlarimiz tayyor bor. Hozir ko'rsatib qo'yaman. 260 lik aka bu. Mana oyoqlar baquvvat profildan bo'ladi. Tayyor, olib boradi qo'yadi. 370 ming, 360 mingdan qilib beramiz. 260 ligi. 2 metrligi bo'lsa 330 ming. Mol oxirlarimiz bor. 260 ligi 520 ming, 500 mingdan qilib beraveramiz. Oyoqlari baquvvat, listi qalindan bo'ladi. Bir metrlik oxirlarimiz bor katta molga. 320 ming. Biri 30 ligi bor 370 ming. Qo'y oxir bor 250 ming, biri 30 ligi. Keyin konteyner lagalari bor. Bu yerda ko'rinadimi? Stoykalarga ishlatishga kerak bo'lib qolsa, 120 ming donasi. Metrga emas, donaga beraveramiz. Mollarga yem aralashtirishga yoki rastvor aralashtirishga shunday narsalarga ishlatiladi. O'rtachasi bor 2 metrga 120 ligi bor 1 million, 2 metrga 135 ligi bor 1 million 100 ming. Buzoq oxirlar. Mana buzoq oxir 260 lik aka. 260 lik, 430 ming. Yana kelishtirib beramiz. Oyoqlar baquvvat profildan bo'ladi. Mana mol turadigan taraf, bo'yin turadigan taraf 2 marta bukilgan. 2 marta bukilgan bo'ladi. Qora xonalar bo'ladi aka. O'tgan safarga hozir sotildi. Yana yasayapmiz. Necha razmerda bo'lsa yasab beraveramiz. Konteyner profildan yasab beramiz. Xohlasa Toshkentskidan yasab beramiz. Razmerini aytsa bo'ldi. 97 lik 039 0002. Bemalol telefon qilaveradi, Telegramdan yozsa ham rasm tashab berib chiqaraveramiz aka. Sizning xavfsizlik. Seyflarimiz ham bor aka, 400 mingdan 1 million 300 minggacha. Bular uyga qo'yiladigan. Ha, 1 million 300 mingliklar ovchilarga yasab beramiz. Uni ovchilar biladi.